qo'l jangi bilan shug'ullanadigan farzandlarimizga tavsiya qilaman. Aynan uchrashuvlarda ringda zarba o'tkazib yuborgan vaqtda nokaut bo'lish, knockdown bo'lishlikni oldini oladigan muolaja. Shaqani shukur bo'lib ketdimi? Qayerlarga qizyapti? Oyog'imgacha. Oyog'ingizga qizish borda. Ya'ni qon tomirlar ochilib, qon sirkulyatsiyasini tiklangani sababidan oyoqlarga to'laqonli qon yetib bordi, shuni hisobiga qizyapti. Oy. Shaqqalab ketdimi yana? Shaqqa. Qayerlarga qizyapti yana? Yelka, bo'yin, Hamma joy. hamma joy qizyapti. Davr. Chuqur nafas olib chiqaramiz. Gel. Gel. Mana terlab ketdi. Ya'ni qon aylanishi tiklangani hisobiga terlashni boshladi. Miyada yaxshi qon aylanishi tiklanishini sababidan nokautga tushishlik yo'qoladi. Surunkali bosh og'riqlar, uyqusizlik, yurak kasalliklari, ichki organlar faoliyati yaxshilanadi. Oyoqlaring qanday? Zo'r. Qizyaptimi?